Hech qanday og'riq yo'q, lekin ginekologga borish kerakmi? Aslida ginekologga qachon borish kerak? Jinsiy hayot boshlangandan keyin har bir ayol yilda bir marotaba ginekolog ko'rigiga borishi shart. U hech narsa bezovta qilmasa ham borish kerak bo'ladi. Yilda bir marta, chunki jinsiy hayot boshlangandan keyin ayollarda bachadon og'zida muammolar bo'lishi mumkin. Ularni esa faqat ajralma bezovta qiladi, boshqa narsa bezovta qilmaydi. Shuning uchun yilda bir marta o'tkaziladigan tekshiruvlar, bu kolposkopiya tekshiruvi bachadonning og'zidagi o'zgarishlarni, qindagi va tashqi jinsiy a'zolardagi o'zgarishlar tekshiriladi. Bachadonning og'zidan pap mazok, ya'ni onkocitologiya mazok olinadi. Bachadon albatta uzik qilish kerak bo'ladi. 35 yoshdan keyin esa ko'krak bezini mammografiyasi. Bu tekshiruvlar yilda bir marotaba. Qizlarda esa agar hayz o'zini vaqtidan 7-10 kun va undan ko'proq o'tib ketsa, og'riqlik hayz kelsa, temperatura qilsa, qorin pastida og'riqlar bo'lsa yoki hayz kelishidan oldin ko'krak bezlari dag'allashib, kattalashgan holatlarda albatta ginekologga ko'rinishlari kerak bo'ladi.